Nega qora qahvaga sariyog' soldim? Hozir shu haqida gaplashamiz. Voy, juda ham mazali. Qora qahvaga sariyog' qo'shib ichishim men sizga hozir 4 ta foydali xususiyatini aytib beraman. Siz buni eshitmaganingiz aniq, sizni hayron qoldirishim aniq. Siz ungacha menga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Birinchisi, hozirgi hayotimizda nima ko'p? Hozirgi hayotimizda onkologik kasalliklar, saratonlik ko'pmi? Qahvaga sariyog' qo'shib ichishingiz saraton xavfini 50% ga kamaytirib beradi. Ikkinchisi, ikkinchi toifa diabet xavfini 7% ga kamaytirib beradi. Hozir nima ko'p? Sahrli diabetlar tiqilib yotibdi. Uchinchisi, hamma qiynaladigan og'izdan hid kelishi. Og'izdan hid kelishini bitta yo'q qilib beradi. Eng zo'r tomoni o'sha og'izdan hid kelishini chaqiradigan bakteriyalarni yo'q qilib beradi. To'rtinchisi, hozirgi paytda hamma asosan ofisda ishlayapti, miya faoliyatini ishlatadigan ishlar ishlayapti. Shuning uchun qora qahvaga sariyog' qo'shilib ichilsa, miya faoliyatini ishlashini 2 baravariga yaxshilab beradi, tezlashtirib beradi. Sizlarga как vitamin sifatida ishlab beradi. Buni qahva ichadigan do'stingizga tez tashlab qo'ying. Bundan keyin ko'p sariyog' solib ichishni o'ziga odat qilsin. Sog'liq birinchi o'rinda, salomat bo'lasizlar.